Bir joyda fermerlar ko'rshapalak boqqanini eshitganmisiz? Vyetnamda bunday ajoyib usul borligini bilmagan bo'lsangiz, hozir hayron qolasiz. Vyetnamlik dehqonlar dala o'rtasida baland dala o'tov qurishadi. Ichiga esa quritilgan palma barglarini osib qo'yishadi. Nega deysizmi? Chunki ayni shu yerda ko'rshapalaklar o'z uyidek ko'rishadi. Kunduzi ular jimgina uxlaydi, kechasi esa dalalar ustidan uchib, barcha hasharotlarni o'zlari yo'q qilib beradi. Shunday qilib dehqonlarga kimyo, doridan foydalanishning ham hojati yo'q. Eng qizig'i, dala o'tu tagiga katta to'r qo'yiladi va u yerga ko'rshapalaklar najasi yig'iladi. Bu najas esa oddiy emas, intragen, fosfor va kaliyga boy. Dunyodagi eng qimmat organik o'g'itlardan biri. Dehqonlar ham hasharotdan qutuladi, ham organik o'g'it sotib, qo'shimcha daromad olishadi. Endi savol, sizningcha, agar O'zbekistonda ham shunday ko'rshapalak fermerlari qurilsa, fermerlarga foyda beradimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.